Bu narsani butun O'zbekiston gapirdi. Kimdir 15 sutka kirib keta oladi bu narsa orqasidan, но biz kichkina shtraf bilan отделаться qildik. В размере 10 minimal. Например, ko'chada og'aylarimiz bilan adalar bilan ko'rishib qolganda не было чуть-чуть стыдно. Старшее поколение это не оценило. Bu yigit 23 yoshli Asad Jumayev bo'lib, poytaxtdagi tuning atelyelaridan birining xodimi. Endi esa yanvardagi qoidabuzar BMWlar voqeasiga qaytamiz. Gap shundaki, o'shanda poytaxt ko'chalarida ikkita BMW mashinasi davlat raqami belgisiz harakatlanib, yo'l patrul xizmati xodimlariga bo'ysunmasdan ketib qolgandi. Asad Jumayev esa BMWlarning qoidabuzarligi aks etgan videolarni tuning atelyesining Instagramdagi sahifalarida e'lon qilgan. O'rganishga asosan sudning 16-yanvardagi qarori ustidan Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga protest kiritilishi ta'minlangan. Jumayevning ishi 27-fevral kuni kassatsiya tartibida ko'rib chiqildi va 1-instansiya sudining jarima haqidagi qarori bekor qilindi. Unga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llangan.